Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan navbatdagi mukbang. Bugun sizlar bilan va nihoyat ko'pchilik talablarga binoan sushi yeymiz. Sushi emas, roll, kimbap to'g'rirog'i, baliqsiz. Baliqni yoqtirmaganim uchun baliq solmadim ichiga va o'zim uyda tayyorlagan mana shunday ajoyib Napoleon tortini yeymiz. Telegram kanalimga tashladim. Va oddiy suv ichamiz. Shu desalaring sushini o'raydigan taxtachasi bo'ladi-ku, unaqa. Nima deydi uni? Nomini bilmayman. Xullas shunaqasini topishga qiynaldim bugun, topolmadim va cho'pini umuman hech qayerdan topolmadim. Rosa qidirdim. Nima qildim deylar, mana olganim qaranglar. O'g'limni qalamini oldim qo'ya, lekin buni men ushlashni bilmayman. Chunki men sushi yeb yurgan odam emasman. Yeganman 1-2 marta, lekin shunday qo'lda yoki vilkada yeganman. Endi buni qanday ushlaymiz? Qani? Shalab tushib ketsa. Ushladim. Soyaga botiramiz. Voy. Voy, abjag'im chiqardim. Bismillahirrohmanirrohim. Sharmanda qilmang endi. Qanday ishlar ekan buni? Men sushini abjag'i chiqib ketdi, mayli. Yetarlicha sharmanda bo'lganimizga ko'ra vilkada yuramiz endi. Uzrasizlar. Sushini vilkada yegan qishloqqa birinchi men bo'lay. Bismillah. Zo'r. Juda ham mazali. Endi bunisini olaylik-chi. Yo, qo'lda yesammi-ku? Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Dim mazali dim. Lekin o'zi aslida buni ichiga ham, keyin ustiga ham baliq qo'yilish kerak, solinish kerak. Xom baliq. Shunday yomon ko'raman. Baliqni, xomini. O'zi mana nori bor-ku, dengiz o'tida bu. Shundan ham shunday baliqni hidi ta'mi kelib turibdi. Shuni o'zi ham yetarli-da. O'zi men umuman sushilarni, rollarni fanat emasman umuman. Ko'pchilikni iltimosiga, talabiga binoan yeb chiqay mayli dedim. Kanalimda bir raznoobrazие bo'lsin dedim. Men qaranglar. Baliq, xom baliqlarni ham umuman yoqtirmayman. Hidi ham yoqmaydi. Unaqa
nimadirdi shuni? Ha, selyotka. Selyotka ham yeb chiqing deydi ko'pchilik. Selyotka bilan qaynatilgan kartoshka yeyishadi-ku. Uni ham umuman yoqtirmayman. Buni ichiga agar baliq solmasa, krabovый palichka soladi ko'pchilik. Krabovый palichkani ham yoqtirmayman. Shuning uchun ichiga men kanadskiy sosiska soldim. Lavne, ishqib suyuq sir soldim. Ta'mi lekin haqiqatan dahshat. Bodring soldim. Qaynatilgan guruch. Qizil bolgarskiy, qalampir. Sousini ichiga chesnok ham qo'shdim. To'g'risi. Hayron bo'laman, tushunmayman. Voy, sushi desa o'lib qoladi hamma. Ham qimmat shunday. Nimasi? O'zi mana o'zi ham baliqning ta'midan qolishmaydi umuman. Nimasini shunaqa yaxshi ko'rib, bahama qilib, qimmat pulga sotib olib yeyishadi. Bilmadim. Napoleon tortim. Mazasi dahshat chiqdi o'zi ham. O'zimni tortimdan qo'ymasin. Koreyslar sushisini o'zlari yeversin. Bismillahirrohmanirrohim. Hech qancha narsa, hech qancha pul ketmaydi-da shu sushini ichiga. Lekin qimmat juda. To'g'ri, xom baliq. Shu nomi esimda yo'q, bilardim. Baliqlarni uncha yemaganim uchun qiziqmayman ham, ma'lumotga ham ega emasman. Qizil xom baliq deyman. O'sha qimmat, to'g'ri. Lekin uni ham ichiga ko'p solmaydi. Ingichka qilib, lag'monday qilib kesib solishadi. Nimaga buncha qimmat, shuni tushunmayman. O'zimizda ovqatlardan qo'ymasin. O'zimizda ovqatlarimiz shirin baribir. Shunaqangi nejniy. Omalanib og'zida eriydigan bo'lib chiqdi. Chotki chiqdi. Men nazarimda ciddi ovqatlari bir ikki marta yeysiz уже me'daga uradi-da. Shu bilan yegiz kelmaydi. Lekin o'zimizda mana milliy ovqatlarimiz osh, somsalar, Uyg'ur lag'monlarimiz, endi u bizniki emas-ku-ya, lekin baribir ham
ko'p qilinadi o'zbeklarda ham. Manti xonimlarni yeysiz, 2 kundan keyin pishirsiz, yana yegingiz keladi-da, sog'inasiz. Kremini ko'p soldim. Hozir buni yeb bo'lib ustidan achchiq kofe ichamiz. Achchiq kofe ichamiz shakar solmasdan. Chunki banan tortda o'zi rosa shirin. Shirani ustidan shira ichib bo'lmaydi. Svet to'g'ri ustiga tushib oppoq bo'lib ko'rinyapti, lekin bu anaqa qizarib pishgan rosa chiroyli rangi. O'g'lim. Ochqab ketding bolam. Mana. Har doim birinchi blokka solib berardim. Keyin o'zim o'tirardim. Bugun men avvaliga video, keyin sizlarga solib beraman dedim. Ko'chada o'ynay yuribdi chunki bular. Men video olishimga yaqin kirishdi. Qanday ushlabdi? Ushlanmaysan, uni men ushlanmadim o'g'lim. Qo'ling bilan yur. Qochishni boshlami? Telefonim qotmay qo'yuvdi, yana qochishni boshlabdi. Sushi o'g'limga yoqadi, maza qiladi. Allohimga shukr. Shu bilan bugungi videomizni o'z nihoyasiga yetkazaman. Bugungi videolarimda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar. Kanalimga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar.